Maktab payti hamma narsa yetarli edi. Dunyo go'yo faqat mening atrofimda edi. Lekin bitirish kuni hayot zarbasini urdi. Yo'qchilik kelib eshigim oldida turdi. Kechagina erka tog' bo'lgan o'sha bola bugun ishlashga majbur, ichida ming dard u nola. Dadamning g'ururi edim, onamning erkasi. Bugun esa yelkamda hayotning og'ir xaltasi. Begona yurt ko'chasi, sovuq va qattiq mehnat. Yigit kishiga berilgan ekanda bu bir fursat. Cho'ntak bo'sh bo'lsa ham qalbimda irodam bor. Meni kutayotgan vatanim onam va dadam bor. Uzilgan qo'ng'iroq, yarim qolgan so'z. Musofir yurtlarida yoshlanadi ko'z. Kecha boy edim, bugun boyligim sabr. Har bir bosgan qadamim menga bir qadr. Men noldan boshladim, pastdan ko'tarildim. Hayotning harakati zarbin so'gindim. Chunki shu qiyinchilik irodamni tosh etdi. Musofirlik maktabi mas'uliyatni o'rgatdi. Esimda uydaligimda noga buyursalar erinardim. Bugun esa onamning bir siqim noniga zor bo'lib. Bu yerda do'st deganing ham manfaatingga qarab turar. Cho'ntaging bo'sh bo'lsa, hatto saloming ham og'ir bo'tar. Lekin men yengilmayman, orqaga yo'lim yo'q. Vatanimda kutayotgan ko'zlar men uchun bir yoriq. Uzilgan qo'ng'iroq, yarim qolgan so'z. Musofir yurtlarida yoshlanadi ko'z. Kecha boy edim, bugun boyligim sabr. Har bir bosgan qadamim menga bir qadr. Men noldan boshladim, pastdan ko'tarildim. Hayotning harakati zarbin so'gindim. Chunki shu qiyinchilik irodamni tosh etdi. Musofirlik maktabi mas'uliyatni o'rgatdi. Irodam tosh kabi mas'uliyatni o'rgatdi. Ona, men albatta boy bo'lib qaytaman. Mas'uliyatni o'rgatdi.